Gagarin ko'chasidan 82 kvadratli polnotsani 3 xonali kvartirani sotuvga chiqdi. Bizlar hozir prixojka turibmiz. Asosiy kirib kelishimiz eshigi smart qilingan, prixoja mebel o'rnatilgan, shetlari yevromontaj qilingan va mana bu yerda ham qo'shimcha silma o'rnatilgan. Mana bu yerda bizlarda chiroyligina koridor qismi bor. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Birinchi xonamiz bu oshxona bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli oshxonamiz bor. Stol stul qo'yilgan, o'tirib nonushta qilish uchun kuxonniy garnitura, kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Mana bu yerda bizlarda asosiy sanuzl joylashgan. Sanuzlimiz ham juda ham chiroyli remont qilingan va mana bu yerda bizlarda mehmonxona. Kvartiramizning kvadrati 82 kvadrat, narxini 106 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Mehmonxonada ham ugalok televizorlar o'rnatilgan. Kadastr hujjatlari tayyor turibdi. Bir kunda farq olishingiz mumkin. Bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ahamiyat bering, hamma xonasida oynasi bor. Cho'pilponlar qilingan, kadastr hujjati tayyor turibdi va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi, kровать, tumbochka, terimo, shifonerlar o'rnatilgan. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.